Assalomu alaykum akalar. Obzorimizda Samsung QM6 chiqarilgan yili 2020, 2 gaz свежий перегон. Mashina ekonomichniy zo'r. Akalar, mashina salon nima deyapti akalar? Mana qaranglar, korishniy oxiriga chiqayotgan moda svetlardan. Mashina Bugatti salonda. Hop, multirul, rul podogref bor, avto sidena podogref, klimat kontrol, cruise kontrol, massaj sidena, 128.000 original probegda, elektroruchnik, avtomat korobkada. Xudo xolasa mashinani komplektatsiyasi yaxshi komplektatsiyada. Hech qachon sizlarga yomon mashina taklif qilmayman. Hop, podsvetkalari bor, kech paytda chiroyli yon beradi podsvetkalari. Xudo xolasa, inshaalloh kim olsa ham maza qilib minib yuradigan mashina. Akalar, mashinamiz restyling komplektatsiyada. Mashinani o'zi ko'ryapsizlar, paroglari hamma Samsunglarda bo'la olmaydi. Hop, бесключевой достуp bor, slipaj zonasi bor, повторитель поворотниклari bor. Shtatniy o'zini родной diskasida, restyling diskada. Xudo xolasa, mashinani puli ham inshaalloh zo'r chiqyapti. Orqa sidena podogreflari bor. Ko'rsatib turasiz, orqa sidena podogreflari bor. Mashinani koja holatlari ham zo'r holatda. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Elektro bagaj. Bagajlari elektriskiy. Xo'p, mashinamizni puliga kelsak, akalar, $13.500 deyapmiz. Xudo xolasa, inshaalloh kami bor. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.